Siz ham gapiringlar, faqat men shuning uchun gapirdim aka. Hali ham zaryadimga yaxshi shuncha gapirdim. Bunday 70 olmaslik qani. Siz ham bir narsani ushlolmay, shu maqsad shuni sotishmi? Sotish. Maqsad shunday bo'ladigan bo'lsa, maqsad sari yuriyman deydigan bo'lsangiz, mana men sizga aytaman, 70 ga mayli mendan chiqing, mana shu 18 ta 20 ta mashina oladigan joy bor. Shuni sotaman, kim 70 beradi deng, hech kim olmaydi, unisi aniq. Meni ham bitta reallik xarakterim bor-da. Xarakterim bor, hozir men so'radim shunaqa. Siz aylanib bildingiz-a? To'xta, Akmal aka nomard so'ramagan ekan, yaxshi so'ragan ekan. Qaytib keldingiz, aka men sotaman bo'ldi sizga deysizki, "Ha, to'xtang endi" dedi. Men endi bu narxga olmayman dedi. Mana shu qilig'im ham bor-da. Mayli. Bu narxga keyin ola olmay qolaman. Hozir men bo'ladigan savdoda 70 olmaslik aniq. 65 so'rab turibman. O'zi tafovut hech nima emas. Lekin siz sal bir aka bir menimcha bering deb ayta olmayapsiz-da. Keyin masalaga 65 Necha minut berasiz 70 dan? Mana shuni gaplashayotgan pulni bering-da. Necha minut berasiz 70 dan? Shuni so'rayapman. Ko'pni bilan 1 million o'tib beraman. Yo'q, bitta guring aytaman, marka kilo olasizmi? Aka, bo'ladigan bo'lsa 68 naqd beraman. 69 sotaman. Marka kilo olasizmi, marcha? Bomi barakas. Telefon sol. 1 minut. Qarang, mashinaga o'tirib siqilib olsam bo'ladimi? Saldan yordam so'rasam bo'ladimi? Telefonlasa 500 mingga telefon qilmang, maslahat. Telefon Menga yomon pul bo'lmadi. Nima bo'ldi, do'stim? 500 qo'shib bering. Ha, qarang, do'stim. Bundayda. Boya bir gap aytib ketdimki, 500 borki, qolgan payt bunda boshqa kunlar bo'ladiki, sal kun ochilib ketsa keling. Men shunchaki o'tirib bir joyga ikkimiz haq yeymiz, men pulini beraman, 1 millionlik haqqacha. Lekin hozir men bunga 500 ming qo'shsam, xayri barakasi qochib ketadi. Yo'q. Ishoning, men doston aytaman uni. Shunchaki keling, men 500 ming 1 millionlik haq beraman. Lekin hozir meni bunga 500 ming so'm qo'shing deyish noto'g'ri narsa. Shuncha katta pulga. Do'stim, faqat borki, ko'ngil yoyib bering, men ham sotaman-da. Meni bunday deb yo'q, men sizga aytdim. Mana bu odam eshitib sheringizda. Shunchaki ham 500 ming yordam qilishim mumkin, lekin meni mashinaga qo'shib bo'lmaydi. Tushundingizmi? Bering barakasi. Bomi barakas, faqat rozi bo'lib bering, buncha qiyin. Ha? Olib keling, do'stim. Mahmud akan o'y borki. Abzorni aytib olay, do'stim. Xo'p. Abzor 2014 Gentra, kapotda kraskasi bor. Ko'rinib turibdi. Bitta krelosiya sepilgan, qolgan joyi radnoy. Yana ham ko'raman, loyli uchun eshiklarni ko'ra olmadim. Arqa kapotlari rodna, oldi orqasi pechat bilan turibdi. Probeki 170 ming deyaptilar, probeki sal shubhalandim. Endi bayaq aytish bo'yicha 170 ming yurgan. 68 million so'mga olindi, 69 million so'm bo'lsa sotiladi. Kimga chek quttiganlar ma'qul bo'lsa, birinchi chek quttiganlar ko'rsin, Instagramga qo'yib yuboradi. Siz rozimisiz? Roziman. Qo'l texpasport olib ichkariga registratsiya qiling.